Yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash har bir ishtirokchining vazifasidir. Afsuski, ba'zi haydovchilar belgilangan tartib qoidalarini mensimasdan o'zlari bilan birga boshqalar hayotini ham xavf ostiga qo'ymoqda. Kuni kecha Toshkent viloyati Chirchiq shahrida o'tkazilgan holat bu so'zimizga yaqqol misol bo'la oladi. Svetoforning taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmay piyodalar hayotiga xavf solgan fuqaro ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida Cobalt rusumli davlat raqam belgisi noma'lum bo'lgan avtomobil haydovchisi svetoforning taqiqlovchi ishorasiga amal qilmasdan harakatlanayotgan vaqtida tartibga solingan piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan 2 nafar piyodani urib yuborishiga bir baxya qolganligi aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat jamoatchilikning keng e'tiroziga sabab bo'ldi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan ushbu vaziyat nazoratga olinib, qidiruv va surishtiruv ishlari olib borildi. Natijada yuqoridagi qoidabuzarlikni sodir etgan haydovchi va avtoulov aniqlandi. Yoshingiz nechida? 33. 33 da qayerda istiqomat qilasiz? Chirchiq shahar. Chirchiq shahar. Nima ish qilasiz? Taksichilarga. Chirchiq shaharda bo'ldi. Shu Shabadaga yetmasdan chorrahada bo'ldi. Piyodani ko'rmasdan o'tib ketdim. Piyoda o'tayotgan joyda aybimga iqrorman. Lekin men bu narsani bilib qilmagandim. Bu vaziyatim shunaqa bo'lib qoldi akalar. Uzr so'rayman, ming uzr. Haydovchining harakatlari piyodalar hayotiga tahdid sifatida baholanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-prim 10-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Sud jarayonida haydovchi aybli deb topildi. Sud qayd qilingan holatlariga tegishli huquqiy baho berib qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 128-prim 10 birinchi-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganlikda aybli deb topilsin va unga transport vositalarini boshqarish huquqidan 2 yil muddatga mahrum etib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 10.300.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Ko'rib turganingizdek, jazo muqarrar. Shu sababli haydovchilardan yana bir bor avtomobil yo'lida yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.